Absalom aka, bir xalqqa yengillik qilib, mana shu mashinani bir oy tekinga ko'rib bermaymizmi? Nima demoqchi bular? Короче, men o'ylayotganim, har xil odam bor, puli bori bor, puli yo'g'i yo'q. Mashinasini sotmoqchi bo'lsa, bizning oldimizga olib kelsa, uni chiroyli qilib ko'rib beraylikda, qatida aybi bo'lsa, hammasini olib, postimizga bir oy, ya'ni oktyabr oyida tekinga qo'yib bersak, nima deysiz? Yaxshi narsa o'ylabsan, qilsak bo'ladi. Qarang, mashina purishlardan tashqari xalq egalani qo'lidagi mashina bo'ladi. O'zi haydab yurgan mashinasi. O'shani olib keladi, oktyabr oyida tekinga ko'rib, postimizga chiroyli qilib joylab beramiz. Bo'ladi, variant. Okey, eshitganinglar-da. Mana shu videoni ko'rdingizmi? Oktyabr oyimi bizning oldimizga mashinangizni olib keling, uni ko'ramiz, diagnostika qilamiz, qatida aybi borligini hammasini aytamiz. Bir oy davomida sizlar uchun biz tekinga xizmat qilamiz. Agar siz ega bo'lib, o'zingiz mashinangiz bo'lsa, olib keling, aka. Mana Absalom akam shu yerda hamma yerda mashinani chiroyli qilib tekindan tekinga savob uchun qo'yib beramiz. Faqat egalar uchun, bozorchilar kelsanglar sizlarga ozgina pulli joyi bo'ladi.